Uyuңuzda ish qilnas olsa mashunaq payzi erim chiqib yig'laysizlar. Tozim sizlar tuqqanlar sizlar sutni yirqas to'kaveritganmi? Qaymoqni qilishni o'rganibdimiz, qatiq o'yitishni ko'rpak qilibdimiz. Bugun erim chiqarishni bir o'rganib boqayni. Buni odatda ikki xil usulda qilib bo'ldi. Bir xili limon bilan, yana bir xili oqachiq suv bilan. Xo'yi tayyor sut o'g'ay, xo'yi tabiiy sut o'g'ay, yirqagan sut o'g'ay, qaynoq sut o'g'ay bo'laverdi juma. Oldimala sutni qizitib 75 gradus atrofida qo'l rasmiy qiziydigan ammo ko'y qaymog'idek bo'lganda o'tni o'chirib limonni suyini chiqarib to'kib asta-asta elashtiramiz. Agar limon bilan qilmana qalıqqa darhol kelamiz, yemiz limon suyini jixlasaqmi ya oqachiq suvni bizni qo'yib olsaqmi bo'ldi. Agarcha uyingizda limon suvi bo'lmasa oqachiq suv olsin bo'ldi juma. Buningda teg'imi tez mashaqalatga kelodangizlar. Qarangizlar bir yo'lda qilaverdim dangizlar. Buni sirini men sizlarga bugun deb bering. Odatda men do'yinda mashaq nimlarni ko'rib qolsam, yurak deganni birib, gul deganni yo'llab, rahmat deganni aytib, shuningga nimalar qilsam amda qilib ketaman mashaq. Sizlar ham shuna qilingizlar juma. So'tqa to'kib suzib olayni ya. Musholatda ma yigili bo'ldi buni, ammo non bo'lqilarmilar yening desangizlar bizlar yirik-chu bu. Buni ustiga biz ikki tane tuz, o'zing debayqa olib chiqqan seriq suvli bir 2-3 qo'shiq, yoki tattag'ariq yening desangizlar shikarni qo'yib, ezish mashinasida assingizlarmi yo qo'lingizlar bilan majig'lab yumshatsangizlar bo'ldi. Mana qarangizlar nim degan payzay ballarim tizilib o'tirib ketadi. Men sizlar ishdan saqlab. Bu qaymoq odatdagi tortnikidek tatlı olmaydi juma, ammo o'zgacha bizlar chuchumalarak keldi. Non bo'lqilarni ustiga milab yesangizlar bir xil payzadangizlar, mevalar bilan qo'shib yesangizlar yana bir tan. Ali buni jiqqitdan qilmamingizlar, big'ishang 3-4 kun saqlig'i bo'ldi buni. Bugunli bir qipiringizlar, balaringizlar xushlig'ida qaymoqdek tatlı qapam deb maqta ketmagin nima bir ko'ring.